Birinchi turmushingiz bilan nega ajrashgansiz? Mana shu savolni ko'p berasizlar, lekin hech kim javob olmagansizlar. Hozir shunga javob beraman. Ozgina bu videoim ko'proq bo'ladi. Oxirigacha eshitsanglar, balki o'zingizlar uchun to'g'ri xulosa chiqararsizlar. Birinchi turmushimda hech narsasi yo'q, kambag'al bolaga turmushga chiqdim. Yigit moli yer ostida deyilganidek, meniki ham yer ostida bo'lib qolar degan umid bilan yashashni boshladim. Haqiqatdan shunaqa ekan. Turmush qurib o'g'illi bo'lganimdan keyin oradan 1,5 yillar o'tgandan keyin dadam bizga uy olib berdi. 6 oylik uy olib bergan bilan hech narsa o'zgarmadi. Shunchaki kvartira pulidan qutuldik. 6 oylik farzandimni tashlab ishga chiqdim. Ishga ora-orada o'zimni sevuvchi mahsulotlarim bilan tashrif ketaman. Buni ham istoriyasi bor. Ishga chiqdim. Bir ko'krak bo'lib qolib, har kuni kechasi kelib bolamni emizardim. Qaynonam qarardilar bolamga. Alloh rozi bo'lsin, yomon ayol bo'lmaganlar, yaxshi ayol bo'lganlar. Shu bilan ishladim. Erim bilan borib Turkiyaga borib ishladim birinchisi bilan, ketidan Rossiyaga borib ishladim. Lekin qadrimni bilmadim. Mana buni hidini qaranglar. Cho'tka. Shunaqa qilib 8 oylik bolamni tashlab Turkiyaga ishlashga ketdim erim bilan birgalikda. 8 oy u yoqdan ishladim. Kesam bolam katta bo'lib qolgan ekan. Keldim 3 oy yana uyda o'tirdim. Erim Rossiyaga ketdi. Uni yoniga Rossiyaga ishlashga ketdim va 3,5 yil shu yoqda karantin paytida ham ishladim. Bolamga zor edim ko'rishga. Telefonda ko'rardim, yig'lar edim telefonda ko'rardim. Nima uchun? Hayotimda izga qo'yib olay, hayotim yaxshi bo'lsin dirdim. Na bir bo'yanish, na bir atir, na bir bunaqa narsalar men uchun orzu bo'lgan. Shunchaki mana imminna Rossiyani mana shu firmasi o'sha paytda ham Rossiyada bor edi, qimmat emas edi. Lekin men o'zimga buni ravo ko'rmas edim. Olib kelib sotishardi, yonimdagi qizlar olardi. Men o'zimga ravo ko'rmas edim. Nima uchun? Shu birim 2 bo'lsin, ro'zg'orimga bir narsa orttiray deb harakat qilar edim. Oqibatda 3,5 yil bitta joyda, 4 yil pashti bitta joyda ishlab, erim mendan xabar uydan uzilib qolyapti, shunda ham eshitaveringlar. Xabar ham olmas. Bitta joydamiz. Tasavvur qilinglar, masjiddan oramizda где-то bir 15 minutlik yo'l, lekin faqat oylik tushgan paytida telefon qilinib, oyligingni oldingmi, uyga tashlash kerak degan gaplarni eshitar edim. Shu bilan o'zimni sevmadim, nima bo'lardi? Keyin uyga qaytib keldim men. Ketimdan 1 yildan keyin erim keldi. Men salonda o'qib ishlashni, mana buni qaranglar, skrab, shunaqa moshni. Birinchi mana qilasizlar. Bu skrabni olasizlar, yuvinasizlar, badaninglarni yaxshilab ishqalabdi. Yaltiraydi. Bittada yaltiragan sezasizlar. Bu Rossiyani kompaniyasini originali, qaranglar, narxi ham O'zbekistondagi anu padarginal sotayotgan bor, o'shalardan arzon, lekin originali. Bundan keyin mana bu masala bilan cho'milasizlar. Keyin shu bilan orqadan keldi, mashina oldi, men keraksizga aylandim. Basharangni qara, Abdingni qara, sanam ayolmisan degan gaplarni juda ko'p eshitganman. To'g'risi. Yana nima sekretlarni ayting. Undan boshqa ham ko'p sekretlar bor, lekin ularni qolganini men daraxtga chiqqan paytimda intervyuda aytib beraman sizlarga desam, yo hozir yana qo'shib. Sevilmadim qizlar, bir katta xiyonat, kaltak yeyish, baqir-chaqir unaqa narsa bo'lmagan meni hayotimda. Chetdan qaraganda juda baxtli ayolga o'xshardim, lekin ichkaridan qaraganda eridan 1 gram mehr ko'rmaydigan, даже bitta xonada yashab turib 28 kun ikkalasi ikki tarafda yotadigan, bir hol-ahvol so'ranmaydigan, ko'chaga chiqqanda bir marta telefon qilinmaydigan bir ayol edim. Shunchaki men har doim pul topishga majbur bo'lgan, matoh bo'lganman, boshqa hech narsa bo'lmaganman. Shunaqa qilib bir kun ayollar sabri ham tugar ekan. Men sivritga yuz uchun yuzni yaxshilab yuvasizlar, yuganinglardan keyin mana bu tonerni sepasizlar. Bittada yuzinglar shunaqa zo'r bo'ladi. Yog'li yuzlar uchun ham, quruq yuzlar uchun ham bor. Ugringlar chiqayotgan bo'lsa, mana menni quritib shunaqa moshni yaltiratib beradi. O'zini pipitkasi bor. Qaranglar, toza yuzinglarga olasizlar-da. Bundoq qilib surasizlar, bitta sursanglar yaltirab ketadi. O'zim uchun qo'l krem zakaz qilganman qizlar. Qo'lni yumshoq qiladi. Yumshoq qilib xuddi yosh bolanikdek qilib qo'yadi. O'sha orqali men sevilmadim qizlar. Shu bilan birinchi hayotim ajrashgan paytimda salonda ishlar edim. Ayollar qanaqa qilib o'zini sevayotganini, yaxshi ko'rayotganini, shu bilan ham hayotga baxtli bo'lib yashayotganini ko'rib o'zimni sevishni boshladim. Oqibatda orqamdan bir dunyo bo'xton gaplarni eshitdim ajrashib ketganimdan keyin. Biron marta o'zimni oqlamadim. Biron marta. Mana buni qaranglar. Ko'rdinglarmi? Mashi qalam shunaqa, oynaga qaramasdan ekranga qarab so'rayapman. Mashi firmani qalami shunaqa zo'r qizlar. Bitta olib ishlatsanglar, bundan boshqasiga olib ishlatmaydigan bo'lasizlar. Rossiyada mana bu pomadani moslab bir-biriga qilganman. Buni rumiyani ten va pomada qilib sursanglar ham bo'ladi. Shu bilan qizlar o'zimni sevib boshlaganimdan keyin meni orqamdan bo'xton gaplar otildi. Hech qachon o'zimni oqlamadim. Hamma narsani vaqtga topshirdim. Vaqti keladi, hammasi iziga tushadi. Kim haq, kim nohaqligini biladi. Xudoni o'zi hammani yuzini ko'rsatib qo'yadi.
Oradan vaqtlar o'tib ikkinchi marta turmushga chiqdim. O'zimni sevishni boshladim. Qarasam, o'zini sevgan ayol ham baxtli bo'lar ekan, ham eri tomonidan sevilar ekan, ham u ayolga pul kelar ekan. Ham yaxshi gaplarni eshitar ekan. Faqatgina erimni biri ikki bo'lsin deb harakat qilib, tish tirnog'i bilan o'ziga qaramasdan erkakdek his qilib, faqatgina oilam, ro'zg'orim do'rsa, o'zini unutib qo'ysa, baxtsizlik, parokandalik kelib chiqar ekan. O'shani uchun ham o'zingizni seving deb men qayta aytaveraman qizlar. O'zinglarni sevinglar, yonib ketmaydimi? Qolgani bo'laveradi. Har mana bunaqa gap bor, bilasizlarmi? Xudo ikki xil ayol yaratibdi deydi. Birinchisini baxtli qilibdi, ikkinchisini chiroyli qilibdi deydi. Chiroyli ayol avtomatik baxtli bo'ladi. Baxtli ayolni Xudo peshonasiga yozgan bo'ladi. Siz chiroyli bo'ling, hayotda o'zingizni baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz ham baxtli bo'lib ketganingizni bilasizlar. Manba esa mana o'sha paytlarda orzu qilib yurgan firmamni mahsulotlari juda arzon.